Jo'rlar ichida kim qoldi uylanmagan? Men qoldim. Bilmay qoldingmi? Butun O'zbekiston biladi, men uylanmaganim. 30 ga chiqib uylanmading, 2008 dan uylanyapti, sen qachon uylansan demoqchisan-da, ha? Unaqa kesatmasdan betimga dangal gapir, kesatishlaring yuragimga ozor berishni boshladi. Piching qilmalaring menga. Jinni bu. Ha, qo'yaver. Hamma gap o'ziga oladigan bo'lib qolgan. Uylansa o'tib ketadi. Uylansin-da unda. Bananlaringiz bormi, opa? Ayo, banan yo'q edi. Sirog o'tdi, tashlab yubordik. Sirog o'tgan narsa kimga ham keragi bor? Ne kesatyapsiz? O'tdan ochding, sirogim o'tdi demoqchimisiz? Sirogim o'tgani yo'q hali. Boshqa ishingiz bo'lmasin men bilan. Qani uylanmaganingni men qayerdan bilaman? So'tak. Bu tuxumlar palaxta bo'lib qoldi, nima qilay, tog'a? Tashlab yuborasan-da. Vaqtida ishlatmasang, mana shunaqa palaxta bo'lib qoladi-da, jiyan. Ne piching qilyapsiz? Buni ustimdan kulmang, tog'a. 30 da oshgan bo'lsa ham hali palaxta bo'lib qolganim yo'q. Qalbimga ozor berding. Men tovuqni tuxumini aytdim. Dovdir. Sening 30 ga kirib, hali uylanmagan do'sting. Mana seni do'sting. Ko'p jonga tegdilaring-ku, boshqa mavzu yo'qmi senlarga? Aka, yaxshi uchadigan mavzuda. Ye mavzuyingga sani. Do'stlarim videolaring juda to'g'ri hit qilardi, mashatimga keldi. Qachon to'xtatasanlar? Qachon uylansangiz, o'shanda to'xtatamiz. Yes, sani videoyingga. Gulli tosmay aka, o'tib olay. Nima deysan, ey? O'zbekda san qolding. Hozir sunnat bu, ol baraka topgur. Qo'ydirib yubordilaring-ku. Qachon uylanishni o'zim bilaman, maylimi? Tualetga kiray. Istab ketdi. Kelganmi? Kel, uka. Rostdan ham tezroq uylanmasam, miyaga berib yuboryapti-yo.